Davlatimiz rahbari bugun shuningdek suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash hamda suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. 21-asrda insoniyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biri suv resurslaridan oqilona foydalanish. Chunki suv tejamkorligi taraqqiyotning muhim omili. Shu jihatdan iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sishi va jamiyat ehtiyojlarining ortib borishi suv masalasiga yanada puxta va tizimli yondashuvni talab etmoqda. Suv tanqisligi insoniyat yaqin kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan biri. Ekspertlar fikriga ko'ra, global iqlim o'zgarishlari suv manbalariga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Shu boisdan har bir tomchi suvdan samarali foydalanishga qaratilgan tizimni yaratish zarur. Va bu zamon talabi. Ochiq aytish kerak, bundan 10 yil avval mamlakatimiz suv xo'jaligi tizimi qator muammolar bilan to'qnash kelgan edi. Irrigatsiya tarmoqlarida suv va energiya yo'qotishlarining yuqori darajasi, kanallar va nasos stansiyalarining eskirgan infratuzilmasi, zamonaviy texnologiyalar hamda innovatsiyalarning yetishmasligi, bu boradagi ilmiy tadqiqotlarning yetarlicha moliyalashtirilmasligi kabi muammolarga yechim topish biroz mushkul edi. Boz ustiga xo'jaliklar va hududlar kesimida suv resurslarini boshqarish samaradorligi past bo'lgan. 2017-yildan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan mazkur sohada tub burilish yuz berdi. Kompleks davlat siyosati va keng ko'lamli islohotlar natijasida nasos stansiyalari va irrigatsiya tizimlari modernizatsiya qilindi. Energiya tejovchi va zamonaviy texnologiyalar joriy etila boshladi. Suv iste'moli hamda resurslarni taqsimlashni nazorat qiluvchi avtomatlashtirilgan tizimlar yo'lga qo'yilib, suv va elektr energiyasi yo'qotishlari barcha bosqichlarda sezilarli darajada kamaytirildi. Ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida sug'orish tarmoqlarini ta'mirlash va suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish belgilandi. Xususan 2020-2024-yillarda ushbu maqsadlar uchun 60 trillion so'm byudjet mablag'lari hamda 622 million dollar xorijiy investitsiyalar yo'naltirildi. Shu bilan birga erishilgan natijalar suv resurslaridan oqilona foydalanish va infratuzilmani yanada takomillashtirish ishlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu boradagi sa'y-harakatlar prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2025-2028 yillarga mo'ljallangan dasturi doirasida izchil amalga oshirilmoqda. Dasturga ko'ra, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish evaziga irrigatsiya tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, ham ma'nan ham jismonan eskirgan uskunalarni almashtirish, suv ta'minoti darajasi past bo'lgan maydonlarni qisqartirish kabi ishlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Natijada zamonaviy texnologiyalar bilan qamrab olish kengaytiriladi. Kanallarni betonlash darajasi sezilarli darajada oshirilmoqda. Shunga qaramay, yerning namlik yo'qotishi, qurg'oqchilik muammosini bartaraf etish va har bir tomchi suvdan maqsadli foydalanishni ta'minlash irrigatsiya tizimidagi asosiy vazifa bo'lib qolyapti. O'zbekiston sharoitida bu masala alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Taqdimot avvalida muxbirimiz bugungi mavzu yuzasidan mas'ullarga yuzlandi. Bugun davlatimiz rahbari huzurida qanday masalalar yuzasidan taqdimot qilasiz? 9-dekabr kuni hurmatli prezidentimizga agrar sohani subsidiyalash bo'yicha taqdimot qilinganda alohida suv xo'jaligini rivojlantirish hamda suv tejovchi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha takliflarni yanada ko'rib chiqishga, mukammallashtirishga va taqdimot sifatida taqdim qilishimiz bo'yicha topshiriq bo'lgan. Shuni 600 ga yaqin fermer klasterlar bilan maslahatlashib, 20 tadan oshiq ishlab chiqaruvchilar bilan maslahatlashib, komanda ishladi. Hamda asosan 3 ta yo'nalishda takliflar tayyorlandi. Birinchisi bu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish tizimi. Ikkinchisi bu ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi, ya'ni moliyaviy subsidiyalar va hokazo. Uchinchisi bu shu jarayonda davlat tomonidan nazorat qilish tizimi. Mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha 9 ta ilmiy va amaliy asoslangan takliflar tayyorlandi. O'ylaymizki, hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va kelgusida albatta shu sohani rivojiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Respublikamizda yildan yilga suv resurslarini kamayish tendensiyasi davom etyapti. Undan tashqari respublikamizda mana qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha innovatsion ilg'or texnologiya kirib kelyapti va foydalanish ko'lami kengayapti. Shularni inobatga olgan holda biz yanada respublikamizda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish ko'lamini kengaytirish, fermerlarga imkoniyatlar va preferensiyalar berish bo'yicha hurmatli prezidentimizga taklif tayyorlab kelganmiz. Ya'ni bu taklifimiz haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, shu vaqtgacha qishloq xo'jaligi mahsulot yetishtiruvchilariga tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilganlarga bir xil tipda shu subsidiya berilgan. Ya'ni suv bilan ta'minlangan yoki ta'minlanmaganlik darajasi inobatga olinmaganida biz joylarda yurganimizda, hududlarda iste'molchilar bilan gaplashganimizda, video muloqotlar qilganimizda shunaqa fermerlarni o'rgandik va talabi va takliflarini inobatga olgan holda hurmatli prezidentimizda
endi bundan keyin suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilganlarga beriladigan subsidiyalar suv bilan ta'minlanganlik darajasidan kelib chiqib, oshiruvchi koeffitsiyentlar bilan rag'batlantirish mexanizmini prezidentimizga taklif qilmoqchimiz. Davlatimiz rahbari huzurida suv resurslaridan oqilona foydalanish borasida ikkita yo'nalishda taqdimotga tayyorgarlik ko'rildi. Birinchi yo'nalish bu xalqaro moliya institutlaridan jalb qilinadigan mablag'larimiz umuman suv resurslaridan oqilona foydalanish, sohaga yangi texnologiyalarni joriy etishda xalqaro moliya institutlari umuman grant mablag'lari, investitsiya mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq bo'lgan taqdimot amalga oshiriladi. Xalqaro moliya institutlarida mablag'larni jalb qilishda qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi sohasini hamkorlikdagi faoliyatini asosan shu sohaga jalb qilinayotgan mablag'lar bu bugungi kunda 2026-yilga rejalashtirilgan mablag'larimiz 744 million tashkil qiladigan bo'lsa, shundan 40% atrofidagi mablag'larni suv resurslarini oqilona boshqarish, ulardan samarali foydalanish, tejamkor texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq tadbirlarga yo'naltiriladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash hamda suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi nuqtai nazaridan juda ko'p uchrashamiz. Bu yilda ham shu bilan boshlashimiz tagida muhim masala bor. Suv ko'paymaydi. Agar biz suvni tartibga qilmasak, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlamaymiz. Mana shuni hamma bilish kerak. 2018-yildan boshlab suv tejovchi texnologiyalarni joriy etishga birinchi va muhim qadam tashlagan edik. Lekin juda ko'p masalalar kun tartibida turibdi. Shularni hammasini muhokama qilamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan maydonlar 2,6 million gektarga yetdi. Bu sug'oriladigan yer maydonlarining 60% demakdir. Agar bu ko'rsatkichni taqqoslaydigan bo'lsak, 2017-yilgacha respublikamizda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan maydonlar jami 19 ming gektarni tashkil etar edi. Bu ishlar natijasida 2,5 milliard kub metr suv tejalishiga erishildi. Bugungi taqdimotda bu boradagi ishlar qamrovini yanada kengaytirish bo'yicha ishlab chiqilgan yangi takliflar ko'rib chiqildi. Jumladan 2028-yilga qadar suv tejovchi texnologiyalarni 930 ming gektar yerlarda o'rnatib, bunday maydonlarni 3,5 million gektarga yoki jami sug'oriladigan yerlarning 80% ga yetkazish rejalashtirilgan. Natijada har yili 3,5 milliard kub metr suvni iqtisod qilish, 300 ming gektar yerlarning suv ta'minotini yaxshilash va takroriy ekinlarni sug'orish imkoniyati yaratiladi. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali tejalgan suv resurslari suv ta'minoti og'ir hududda joylashgan fermerlarga kafolatli yetkazib berilishiga zamin yaratadi. Buning uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari qo'llaniladi. Xususan, suv resurslari uchun stavkasi va subsidiyalar miqdorini yer maydonlarining suv bilan ta'minlanganlik holatidan kelib chiqib belgilash taklif qilindi. Masalan, suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududdagi sug'oriladigan yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinganda ajratiladigan subsidiyalarga 100dan 25 oshiruvchi koeffitsient qo'llagan holda hisoblanadi. Shuningdek, suv tejovchi texnologiyalarni bank kreditlari olmasdan o'z mablag'lari hisobidan joriy qiladigan tashabbuskorlarga subsidiya ajratishning yangi tizimi joriy etiladi. Bunda tegishli loyiha smeta hujjatlari va loyihani amalga oshirish bo'yicha ta'minotchi korxona bilan tuzilgan shartnoma asosida subsidiya mablag'larining 50% agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan oldindan ajratiladi. Endilikda boshoqli don ekinlarini yetishtirishda tomchilatib va diskret sug'orish texnologiyasi joriy qilingan maydonlar uchun ham subsidiya ajratiladi. Suv tejovchi texnologiyalarni xarid qilish va qurish maqsadida tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar bo'yicha foizlarni qisman qoplab berish yo'lga qo'yiladi. G'o'za maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish uchun kredit mablag'lari har yili noyabr oyidan boshlab ajratiladi. Suv tejovchi texnologiyalarni qurib bergan pudrat tashkilotlari har bir loyihaga kamida 2 yillik kafolat muddati berishi hamda 5 yil davomida servis xizmatlari ko'rsatishi majburiy etib belgilanadi. Suv olish joylarida suvni boshqarish va hisobini yuritishni takomillashtirish maqsadida shola yetishtiriladigan va baliqchilik xo'jaliklari tashkil qilingan yer maydonlarida aqlli suv o'lchash va hisoblash vositalari o'rnatiladi va ular suv hisobot axborot tizimiga integratsiya qilinadi. Shuningdek, sohada davlat nazoratini takomillashtirish masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasining hududiy bo'linmalarida suv tejovchi texnologiyalardan hamda suvdan foydalanishni monitoring qilish bo'limlari tashkil etiladi. Tadbirkorlik subyektlarida inspeksiya tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlarni bodi kameralardan foydalangan holda amalga oshirish tartibi joriy etiladi. Inspeksiyaga qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida
suvdan foydalanish va suv isrofini monitoring qilish maqsadida uchuvchisiz uchish dronlaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga o'rnatilgan suv tejovchi texnologiyalardan maqsadli foydalanilishi ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligi qayd etildi. Suv tejovchi texnologiyalar joriy qilingan va subsidiya ajratilgan yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalar yoki ularning asosiy qismlarini ishlatmasdan an'anaviy usulda sug'orish suvdan o'z boshimchalik bilan foydalanish deb baholanadi. Fermerlarning suv tejovchi texnologiyalarini joriy etish sohasidagi manfaatlarining himoyasini kuchaytirish maqsadida suv xo'jalik inspeksiya va uning hududiy boshqarmalari tomonidan suv tejovchi texnologiyalarni o'rnatish bilan bog'liq masalalar yuzasidan sudlarga da'vo arizalarini kiritishda davlat bojidan ozod qilish taklif etildi. Soha uchun malakali kadrlar tayyorlash dolzarb masala. Taqdimotda ilg'or xorijiy tajribani inobatga olgan holda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish va ulardan foydalanish bo'yicha kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish yuzasidan rejalar haqida ham axborot berildi. Jumladan, suvchilar maktabi loyihasi doirasida joriy yilda 10 mingta fermer xo'jaliklari xodimlarining malakasi oshiriladi. Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari va suv yetkazib berish xizmatlari rahbar xodimlari malaka oshirish uchun xorijga yuboriladi. Bugun hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar muhokama qilindi. Avvalambor suv resurslaridan samarali foydalanish uchun suv tejovchi texnologiyani yana kengroq joriy qilishimiz yana belgilandi. Oxirgi 5 yil ichida katta maydonlarda suv tejovchi texnologiyalar qo'llangan bo'lib, tajribamiz oshdi. 60 dan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar ishga tushdi. Shuningdek, qator imtiyozlar yaratildi. Bugun yana mana shu ishlarni jadal sur'atlar bilan olib borish to'g'risida ko'rsatmalar berildi. Biz mana hozir 60% maydonga suv tejovchi texnologiya joriy qilgan bo'lsak, 26-28-yillar ichida biz buni 80% dan ortiqroq maydonga joriy qilishga erishamiz. Ya'ni 3,5 million gektar maydonda bu suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinadi. Va shu mexanizmlarni qanday amaliyotda qo'llash, ularni o'qitish, mana suvchilar maktabimiz bor. Shu jarayonda ularni malakasini oshirish, shu ishlarda o'zimizni irrigatsiya institutimizni domlalarini, olimlarni jalb qilamiz. Hamda mana shu bankdan imtiyozli kreditlar ajratiladi. Mana shu ishlarimiz suv taqchilligini oldini oladi, suvga bo'lgan munosabatni o'zgartiradi. Bugun shu ishlarni bajarish bo'yicha hurmatli prezidentimiz qator topshiriqlarni berdilar va bu uchun yetarli shart-sharoitlar ham yaratilgan. Shuningdek, bizga mana yana bir marta ko'rsatma berildi. Shu betonlashtirish ishlarini, nasoslarni modernizatsiya qilish, elektr energiya tejash masalalarini, davlat xususiy sheriklik ishlarini jadal sur'atlar bilan olib borish to'g'risida ko'rsatmalar berildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan joriy yilda qishloq xo'jaligi suv tejosh texnologiyasini joriy qilish uchun 800 milliard so'mdan oshiq mablag'lar ajratilgan. Shu mablag'lardan samarali foydalanishda yo'nalishlar bo'yicha va qo'shimcha qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Bugun taqdimotimizda shu topshiriqlar ijrosi bo'yicha takliflarimizni bildirdik. Birinchi navbatda yangi qaror bilan fermerlarimizga yangi qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ma'qullab berdilar. Birinchi navbatda bu suv tejosh texnologiyalarida o'zini hisobidan joriy qilgan fermer xo'jaliklarimizga subsidiyalarni 50% dan oldindan ajratish masalasi. Bu birinchi yangi masala bo'lyapti. Ikkinchisi, suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda fermerlarimizga 1.25 oshirish koeffitsiyenti bilan qo'llagan holda subsidiya mablag'larini ko'proq ajratish masalalari bo'yicha o'zi topshirib bergandilar. Taqdimotimizda shu mexanizmlarni qanday ishlatishimiz, qanday joriy qilishimizni biz batafsil hisobotini berdik. Bu yildan birinchi marotaba paxtachilikda ham yangi mexanizm joriy qilinyapti. Ya'ni oldingi yillarda joriy qilingan suv tejosh texnologiyalarining shlanglarini alishtirish masalasida fermerlarimizda muammolar bor edi. Bu yil hurmatli prezidentimiz tomonidan paxta imtiyozli krediti hisobidan ushbu xarajatlarni ham moliyalashtirish mexanizmini joriy qilib berdilar. Hurmatli prezidentimiz oldlarida taqdimotimizda suv resurslari va suv tejosh texnologiyalaridan foydalanishda davlat nazoratini kuchaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab berildi. Bunda suv xo'jalik nazorati inspeksiyasiga 1-martdan boshlab har bir inspektorimizga body kameralar, xuddi shunday qilib 13 ta bo'limlar tashkil qilinishi belgilandi. 13 ta hududda bo'limlarimiz joylarda body kameralar bilan shuningdek dronlardan foydalanishga ruxsat berilib, joylarda monitoring tadbirlari o'tkaziladi. Shuningdek, suv tejosh texnologiyalar va suv nazorati inspeksiyasining faoliyat davomida yiliga
5 milliard metr kub suvni iqtisod qilishga bizga topshiriq berildi. Biz albatta buni joylarga chiqib, irrigatsiya instituti professor o'qituvchilari, studentlar bilan birgalikda joylariga chiqib, biz albatta 5 milliard metr kub suv iqtisod qilamiz va bunga va'da beramiz. Taqdimotda Suv xo'jaligi vazirligi juda ko'plab topshiriq va vazifalar belgilab berildi. Bugungi kunda respublikada suv tejovchi texnologiyalariga katta e'tibor qaratilib, keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlarni yanada takomillashtirish va jadallashtirish maqsadida suv tejovchi texnologiyalarga berilayotgan imtiyozlarni yanada kengaytirish masalalari ko'rib o'tildi. Bugungi kunda suv tejovchi texnologiyalarga xarajatlarning bir qismini qoplash maqsadida subsidiya ajratish tizimi mavjud. Yer solig'idan imtiyozni ozod qilish, kreditlar masalan 14% miqdorda ajratilmoqda. Bunga qo'shimcha ravishda hozir suv bilan barqaror ta'minlangan yoki ta'minlanmaganligiga qarab subsidiyani ajratish miqdori belgilanmoqda. Ya'ni suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda joylashgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish tomonidan suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinganda ularga ajratiladigan subsidiyalar miqdori 1.25 oshiruvchi koeffitsiyentda qo'llanishi belgilanmoqda. Bu subsidiyaning bazaviy hisoblash miqdoriga qarab har gektariga 10 million so'm miqdoriga to'g'ri kelmoqda. Bundan tashqari hozirda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishda kredit olmasdan joriy qilgan fermer xo'jaliklariga yetarli e'tibor qaratilmayotgan edi. Shu masalalarga ham davlat rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilib, qo'shimcha imtiyozlar belgilab berildi. Ya'ni ushbu fermer xo'jaliklariga suv tejovchi texnologiyalarning uskuna va mahsulotlar qiymatining 50% qismi, ya'ni oldindan to'lab berish ko'zda tutilyapti. Taqdimotda berilayotgan imtiyozlarga mutanosib ravishda ta'sirchan choralar ko'rish masalalar ham ko'rib o'tildi. Ya'ni suv tarmog'ini boshida bo'lgan fermer xo'jaliklari tomonidan suvdan foydalanishda qoidabuzarliklar yoki suv tejovchi texnologiya joriy qilmasdan foydalanilganda suv solig'i stavkasi 2 barobar oshirilgan miqdorda belgilanmoqda. 2028-yilga borib respublikamizda sug'oriladigan maydonlarimizga nisbatan qariyb 80%, ya'ni 3,5 million gektarda suv tejovchi texnologiyalarini joriy etish ko'zda tutilgan. Yiliga o'rtacha 3,5 milliard metr kub suv tejashimiz belgilab olindi. Oldingi yillarda o'sha subsidiya mablag'lari texnologiyani joriy qilib bo'lingandan so'nggina to'lab berilar edi. O'z mablag'laridan o'sha suv tejovchi texnologiyalarni joriy etgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarga oldindan 50% subsidiya mablag'larini o'sha mahsulotlarni xarid qilish uchun to'lab berish ko'zda tutilgan. Suv tejovchi texnologiyalarning butlovchi qismlarini ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalarga ham katta urg'u qaratilgan. Ya'ni filtr, nasos qismlariga QR kodli belgi ostida chiqarilishi ham, shuningdek GPS trackerlar ham o'rnatish belgilab ketildi. Suv tejovchi texnologiyalarini barcha butlovchi qismlari va mahsulotlarni 90% ga mahallashtirishga yetkazdik. Bugungi kunda fermerlarga va barcha klaster va qishloq xo'jalik subyektlariga buni yetkazyapmiz. Oxirgi 5 yilning ichida o'zimizning korxonamizning salohiyati 5000 tonnadan 20000 tonnaga yetib ortdi. Qayta ishlash polimer va plastmas granulalarni va bugungi kunda klasterlarimiz suv tejash va hosil oshirish 100% kafolatlanadi. Mahsulotlarni to'g'ri ishlatilgan holda. Hosildorliklar 25 sentner bu eski tizimda ishlangan bo'lsa, bu yangi tizimda 60 sentner, 70 sentergacha olib chiqilyapti o'rta holda. Va bugungi kunda nafaqat paxta va g'alla, balki sabzavotlar, bog'lar hammasi tomchilatib sug'orish tizimiga o'tilyapti. O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda 60 tadan ko'p tejovchi texnologik mahalliy ishlab chiqaruvchilar bor. Davlat nazorati samaradorligini amalga oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilandi. Buning uchun birinchi navbatda suvdan foydalanish ustidan nazoratga mas'ul bo'lgan Suv xo'jalik nazorat inspeksiyasi faoliyatini takomillashtirish nazarda tutilyapti. Bu birinchidan bu inspeksiyaga doimiy monitoring o'tkazib borayotgan 13 ta hududiy boshqarmalari tashkil etiladi. 2025-yilda o'tkazgan tahlillari bizga ozgina to'xtalayotgan bo'lsak, inspeksiya shu kungacha o'tkazgan nazorat tadbirlarida bir yilda o'rtacha 691 million kub metr suv resurslarini isrofgarchiligini oldini olingan. Endi dronlarni berilishi bu hajmni yanada kengaytiradi. Davlat rahbari bizning topshiriqlariga asosan o'rtacha har yili mana shu imkoniyatlardan foydalangan holda 5 milliard kub metr suv resurslarini isrofgarchiligini oldini olish belgilandi. Bundan tashqari inspeksiya xodimlari va joylardagi o'sha fermer, dehqon xo'jaliklari va boshqa
demak tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi muloqotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy korrupsiyani oldini olish maqsadida body kamera joriy etilyapti. Suv tejovchi texnologiyalarni ishlatmasdan an'anaviy usulda agar sug'oradigan bo'lsa, bunga ham nisbatan demak olingan foydalanilgan suvga nisbatan jarima qo'llanishi belgilandi. Shuningdek, mana inspeksiyamiz suv tejovchi texnologiya joriy etgan fermer xo'jaliklarini manfaatlarini ko'zlab sudlarga da'vo ariza kiritganda, demak bu davlat boshidan ozod etilishi belgilandi. Suv xo'jalik nazorat inspeksiyasi quruvchi pudratchi tashkilotlar tomonidan joriy etilgan suv tejovchi texnologiyalarga 2 yillik kafolat berilishi, shuningdek 5 yillik servis xizmatini ko'rsatilishi xususida demak nazorat tadbirlarini o'tkazadi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida faoliyat yuritamiz. 650 gektar yer maydonimiz bor. Qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyani joriy qilishga fermerlarga katta yo'l ochib berdi. Ya'ni texnologiyani joriy qilishga ketadigan, sarflanadigan asosiy qismini davlat o'z zimmasiga olyapti, xarajatlarni. Paxtachilik va g'allachiliklarda umuman 8 million va undan yuqori gektariga demak subsidiya ajratiladigan bo'lsa, bu hozirgi kunda qariyb 50% tashkil qiladi butun xarajatlarni. Albatta bu fermerlarga, qishloq xo'jaligi subyektlariga juda katta yordam bo'ladi. Gektariga agar 8 milliondan subsidiya beriladigan bo'lsa, bu sarflanadigan mablag'ni qariyb 50% davlat tomonidan yordam bo'ladi. Boshqa yanada rivojlanishimiz uchun katta omil bo'ladi. Shundan foydalanib biz bu yil o'zida qariyb 375 gektar maydonda g'allada tomchilatib sug'orishni joriy etamiz. Paxtada esa 300 gektarni joriy etib, hozir shartnomalar tuzib qo'yildi. Qariyb 10,5 milliard so'mlik loyihani narxi va hozirgi kunda ushbu mablag'larni qariyb 50%, ya'ni 5,5 milliard pulni bizga chiqarib berishdi. Muhtaram prezidentimiz bizga bu imkoniyatlarni yaratganiga avvalo katta rahmat.